Qarasangiz ochiq operatsiya bilan yopiq operatsiyani o'rtasida juda katta farq bor. Mana qarasangiz, mana bu ochiq operatsiya, mana bu yopiq operatsiya. Assalomu alaykum. Mana bugun bemorimizda navbatdagi operatsiyamiz umurtqa pog'onasini sinishi bilan, ya'ni 12-ko'krak umurtqasi asoratsiz kompression sinishi bilan bemorimizga perkutin usul bo'yicha, ya'ni katta kesmalarsiz implantat qo'yilyapti. Bu yerda 4 ta qo'yiladi. Bemor bemalol ertasi kuni turib yurishi mumkin bo'ladi. Sababi bu yerda katta kesmalar bajarilmaydi, mushaklar kesilmaydi. Asosiy ustun jihati shunda. Qarasangiz, 12-umurtqa umurtqasi 2-darajali singan. Hozir bunga perkutin usul bo'yicha qo'yilyapti. Rentgenni ko'rsating, kontrol rentgenda. Shu qani endi? Ustun jihati mushaklar kesilmasligida bu yerda. Mushaklar strukturasi saqlab qolinadi. Agarda mushak kesilsa, juda katta ochilishga to'g'ri keladi mana shunday. Qarasangiz, ochiq operatsiya bilan yopiq operatsiyani o'rtasida juda katta farq bor. Mana qarasangiz, mana bu ochiq operatsiya, mana bu yopiq operatsiya. Operatsiyamizni ham yakunlab oldik. Mana bemorimiz 63 yosh edi. Ya'ni balandlikdan yiqilib 12-ko'krak umurtqasi singan edi, 2-darajali asoratsiz. Bemorimizga implantat qo'yildi, ya'ni perkutin usul bo'yicha kesmasdan 4 ta implantat qo'yildi. Mana siniq sohasi implantat qo'yish operatsiyasi o'tkazildi. Mana 4 ta. Bu amaliyot ochiq operatsiyalar juda katta farq qiladi. Bu operatsiya yopiq usulda bajariladi. Ya'ni rentgen kontrol, mana bu rentgen kontrol apparat ostida bajariladi. Aniq tochkalar orqali shurplar o'tkaziladi. Bu bemor uchun qulay bo'ladi, ya'ni mushaklar kesilmaydi, chandiqlanish bo'lmaydi. Erta reabilitatsiya bo'lib, bemor erta aktiv bo'ladi. Ya'ni bemor ertasi kuni turib yurishi mumkin bo'ladi. Bu operatsiya afzalligi mana bu yerda koagulyatsiya ishlatilmaydi. Faqat 4 ta teshik orqali amalga oshiriladi. Bu teshiklarga ikkitadan choq qo'yiladi. Umuman mushak bu yerda kesilmaydi. Mushak sistemasiga jarohat yetkazmaydi. Bemor bemalol ertasi kuni turib yurishi mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kimdagi umurtqasi singan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Sizlarga malakali tibbiy yordam ko'rsatamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Mana kecha bemorimizga perkutin usul bo'yicha, ya'ni kesmasdan umurtqa pog'onasiga implantat qo'yib berdik. Ya'ni 12-ko'krak umurtqasi singan edi, asoratsiz 2-darajali singan edi. Bemorimizda so'raymiz, qandaysiz o'zingiz? Yaxshiman, rahmat sizga. Qanday yiqildingiz siz? Yomg'ir yog'di, 2 oyog'im toyib orqamdan yiqildim-da. O'tirib qolgansiz. Keyin o'g'lim birdan shu bansiga olib keldi-da, 2 qavat bo'lib keldim. Mana kecha operatsiya o'tkazdingiz. Operatsiya o'tkardim kecha. Xudoga shukr, yaxshiman. Men o'zim yuribman. Og'riq yo'q. Sal endi ana qilganga bor, salgina. Rahmat doktorlarga, rahmat ota-onasiga, menga kirsinlar. Shu kishilar bor, bizlar mana shunday yashayapmiz. Hozir avvalgidek og'riqlar yo'q, ha? Keyin masalan umurtqa singanda og'riq bilan hozirgi og'riq farqi bor, ha? Katta farqi bor. Sizga sog'lik salomatlik tilayman, yaxshi bo'lib keting. Faqat endi bu yog'iga o'zingizni ehtiyot qilasiz. Yiqilib qolmang boshqa. Xo'pmi? Bemorimizga sog'lik salomatlik tilayman. Agarda kimdadir muammo bo'ladigan bo'lsa, umurtqa pog'onasida shikastlanadigan bo'lsa, kesmasdan, ya'ni umurtqa pog'onasida ochiq operatsiya o'tkazmasdan yopiq amaliyotlar hozirgi kunda bajarilyapti. Bu operatsiyalar malainvaziv hisoblanadi. Bemor ertasi kuni bemalol turib yuradi. Bizga murojaat qiling, sizlarga malakali tibbiy yordam ko'rsatishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammaga sog'lik salomatlik tilayman.